Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizning jamiyatimiz ham bütün umuman jamiyatlar onlar gaylelerden turalar. Gayle deganda ul har bir gayle o jamiyatning yiragi bo'lib turadi. Shokir agar da gayle solih bo'lsa, durust bo'lsa, shu vaqtda jamiyat nıq bo'lashadi. Lekin agar da gaylada buzuq bo'lsa, gayla ruhiy yoqdan, iymon yoqdan, adillik yoqdan, izhari qilib yoqdan zaif bo'lsa, jamoat zaif bo'lashadi. 70 yıl boyu komünizm vaqtida gayla masalasi jamoat ko'tarilmaydi. Ne işin alay bo'ldi? Alay bo'ldi chunki addiy narsa qarab, alay bo'ldi chunki aniyatlarimiz kuni bo'yi ishlaylar. Shunday. Ishga borasini ishlaysan, iya qaytasini ishlaysan. Vaqt bahasga, vaqt o'tirib narsadir razborishlarga vaqt yo'q. Shunga ko'ra ular ishli mana shu g'ayla masalasi ko'tarilmaydi edi. Aniyatlarimiz ular üstünde bo'lgan ishlarni ishlay olalar edi. Anilar yeni yig'ishtirib, asharga azirliklar bir ne problemasiz. Atilarimizning, duvatilarimizning oyoqlari, qo'llari oltin edi, butun narsa ish tutimlar ishlaylar edi. Shokira u yoqdan bir nendey problema yo'q edi. Ammo bugungi kunda jamoat endi u birazna problema. Chunki bugungi kunda vaqt ko'paydi yoshlarimizda. Vaqt bor, kimdir internet ashli, kimdir teglay ashli bo'lay, o'tning jarasi yo'q, ko'mir tashisi yo'q, gaz, hatto posuda jurga posudamoyishli mashina bor. Vaqt ko'paydi. Hamma hozir g'ayla masalalari ko'tarila boshladi. Shunga ko'ra biz bugungi kunda ko'ra biz bir ko'p ayrilishlar. Chunki mana shu masala 70 yil bo'yi yo'q, qaramaylar yani. Ammo bugun ko'tarildi. Shunga ko'ra anarga bugungi kunda bir zo'r e'tibor berishga kerak. Ham islom dini u masalaga zo'r e'tibor beradi. Narsa bilan? Eng birinchi islom dini nikohga chaqira. Bular yana ilansangiz ilaningiz, ilanmasangiz ilanmangiz tugul. Yo'q, u chaqira. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 24-sura 32-oyatda bizga shunday ma'lumot beradi. Agarda orag'izda ilanmagan bo'lsalar, qullar, Allohning qullari ilandirgiz bir-birsini. Ya'ni xotin qiz, er bilan er, xotin qiz bilan albatta. Musulmon bilan. Ham agarda ular faqir bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo o'zining yumartligi bilan ularni boyitir. Chunki Alloh taolo bitinsin biluvchi. Dinimiz chaqira. Bu eng birinchi. Ikkinchi jamoat islom dini irati, nechik tanishirga, nechik qora qiz bolani irkishini nechik, nechik sifatlar, nechik o'zini ixtiyor etib so'ylarga, nechik erni, nechik xotinni. Masalan, Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi, xotin qiz 4 narsadan so'ylanilar. Eng birinchi narsa o, motorligi, ikkinchisi moli, uchinchisi nasli, to'rtinchi dinidir. Hamda shu dinini qarab so'ylagiz deb Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bunda da kengash beradi. Uchinchi jamoat dinimiz g'aylalarni tarqala turgan gunohlarga qarshi kurasha. Zina bo'lsinmi, nashor kinolar bo'lsinmi, ular bitinasa shu g'aylani yo'qqa chiqarga deb yo'naltirilgan narsalar. Ham Alloh subhanahu va taoloning Allohning tiya, kisata. Shular jamoat dinimiz g'ayla qonunlarini solar. Nechik ilanlarga, nechik Alloh saqlasin taloq bo'lsa, taloq etarga, nechik nendek adillik bo'lirga tegish. Bolalarga masalan zarar ko'p kelmas uchun. Hamda bir ayirma bor. Alloh subhanahu va taolo nikohga chaqira, ataloqqa chaqirmaydi. Ruxsat bo'lsa-da u baribir onarga dinimiz chaqirmaydi. U nikohga chaqiradi. Shunga ko'ra jamoat agarda mana biz bundan datish ali Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kengashlar beradi. Nechik biz g'aylada muomalat nendey munosabatda bo'lishga tiyishmiz. Misol uchun keltiram, Baqara surasida Alloh subhanahu va taolo bizga xabar beradi, "Hunna libasul lakum va antum libasul lahunna" deydi. Siz ular deydi sizga kiyim deydi. Siz ular uchun kiyim. Nendey ma'noda keladi? Nendey kiyimning funksiyasi bo'ladi. Eng birinchi bizning g'avratimizni qoplash. Shulay ber. Shunga ko'ra er kishi xotini er kishining g'avratin, ya'ni bo'lgan kimchiliklarni qoplarga tiyish. Ikkinchi saqlov funksiyasi. Ular bir-birini saqlarga tiyishlar. G'ayb so'zlardan, ham boshqa narsalardan. Ham shulay albatta bir-birini ma'tur etib ko'rsatirga tiyishlar. Mana shunday kengashlar da bizning dinimizda tug'ilgan.
Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytsınmı? Yeyse Allah subhanahu wa ta'ala aytsınmı? Bir vakitda Ayşe radhiyallahu anhu ma'lumat bire bir xатын kız keldi o'z iri to'g'risida sizlarga, payg'ambarimizga. Endi mana chorasi bo'lmadi. Bulay dashladi, takror dashladi bo'lmaydi. O'zgartirib bo'lmaydi. Haqlari olina bu xатын qizning. Shu vaqtda yonunda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam yonida turamdi. Lekin narsa u xатын payg'ambarimizga sir ekanligini eshitmaydi, eshita olmaydi. Mana shunday darajada u o'z irini qoplab. Chunki ularga kengash kerak, shunga ko'ra u qoplab, irini qoplab, shu akirnab payg'ambarimizga sirlidir. Faqat u eshitirlikkina. Ham Alloh subhanahu va taolo albatta u xатын qizga javob berdi. Shunga ko'ra ning dinini yoqlab qaramak jamoat, islom dinimiz butun yoqdan g'aylani qoraydi. Shunga ko'ra agarda biz masalan tilimiz ekan, mana shu g'aylalarimizda bo'lgan problemalar eng tuban darajaga kirishsinlar ishin. Shu vaqtda jamoat biz mana shu qonunlar bo'yicha so'zlarga chiribmiz. Eng birinchi nindi niyatdan ilinamiz. Agarda Alloh rizolishi bo'lsa, bek yaxshi. Bu birinchi odam. Ikkinchi jamoat biz albatta Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam kengash bergan ravishda so'zlarga chiribmiz. Ondan gunohdan saqlanib albatta jamoat g'aylada yashaganda shuluk kengashlarga jamoat yerib yasharga chiribmiz. Shu vaqtda g'aylada bo'lgan problemalarni eng tuban darajaga tushiramiz jamoat. Ham albatta g'aylaning eng zo'r funksiyasına erishamiz. G'aylaning funksiyasi jamoat u tinchlik bo'ldiruv. Bit har bir kishi, har bir xotingiz uyga qaytib, uyda tinchlik topasi kelar. Tinchlik topasi kelar. Shu ham Alloh subhanahu ma'lumot beradi. Qur'oni Karimda Allohning xotinlar sizga tinchlik bo'ldirishini berilgan. Ham psixologlarda ham dinimiz aytadi 80% tinchlikni g'aylada xotin qiz bo'ldira oladi. Kishi Alloh biz bo'ldira olmaymiz, xotin kishi bo'ldirgan shekilli. Shunga ko'ra jamoat bir yoqdan xotin qizlar tinchlik bo'ldiradilar, lekin ikkinchi yoqdan kishi de xotinga tinchlik bo'ldirishi kerak. Nega yoqdan? Agarda biz uyga qaytib gir do'ltiran bo'lsak, tinchlik bo'lmaydi. Shunga ko'ra o'zimiz yoqdan da ni darajada bo'ldira olib, shu darajada da biz shu tinchlikni g'aylaga singdirishga kerakmiz o'zimiz yoqdan. Hamaga agarda mana shu shartlar o'tasa jamoat albatta g'aylamiz niq bo'lsa, g'aylamiz adilli bo'lsa, imonli bo'lsa, shu vaqtda jamoat biz kichkina amal qilgan shekilli bo'lamiz, lekin jamoat bu bek zo'r amal bo'lacak. Nechun? Chunki agarda bizning g'aylamiz niq solih bo'lsa, bu biz jamiyatga xizmat etamiz degan so'z. Chunki agarda sening g'aylang niq bo'lsa, solih bo'lsa, imonli bo'lsa, jamiyatda shunday bo'lar Alloh bilsa. Shunga ko'ra unutmang jamoat. Agarda ilangan ekan, endi bo'lgan g'ayladan solih g'ayla tarbiya etirga kerak. Nishib Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam iratdi, ilanirga bo'lar. Nishib hikmat bilan akirnab, hadislar bilan, bilim bilan akirnab, 60sha, 20sha akirnab. Agarda endi ilanmagan ekan, unutma. Endi xotinni so'ylaganda sen o'zingning bolalaringga ani so'ylaysan. Shunun turundan unutma. Ham ömür bo'yi shul xotin qiz bilan yasharga tegishli bo'lasan. Mana shunday niyatdan sen ilanirga tegish bo'lursan. Alloh taolo har birimizga nasib etsa edi, g'aylalarimizni g'adalli imonli etib tarbiya etirgan. Ham agarda ilanmagan yigitlar, esa xotin qizlar oralarimizda bo'lsa, Alloh taolo ularga solih, imonli, mehribonli barlar da nasib etsa edi. Subhanakallohu bihamdik la ilaha illa anta astagfiruka va